Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizbek sizmisiz? Ha, men. Yaxshimisiz, omonmisiz? Rahmat, o'zingizsiz. Alhamdulillah, kechadan buyon qo'ng'iroq qilaman sizga. Kecha telefon qo'ygan vaqtingizni o'tirgandim-da. O'zim ham his qildim, shuning uchun hadeb bezovta qilmay deb ertalab ham qo'ng'iroq qildim. Menimcha band bo'lsalar kerak dedim. Avvalambor sizni o'tib ketgan bo'lsa-da tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Kecha necha yoshga to'ldingiz, sir bo'lmasa? 36 yoshga, ilohim. Yo'q, tekramanda. Endi kirasiz, a? Yaxshi, umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ushbu yoshning sizga 5 tasini tilasam yetadimi? Unaqa deysan. Mana shu yoshdan 5 tasini tilasam yetadimi? Ha, yetib bo'ladi, rahmat. Albatta. Yetadi, chunki Allohimning bergan chiroyli umrini chiroyli yashab o'tishingizga tilakdoshmiz. Bu albatta hazil edi. Sizni biroz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida. Rahmat. Tanamadim degan sizdan. Arziysiz. Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapman men sizga. Kim tomonidan? Bilmadim, hozir men sizga tabriklarini o'qib eshittirsam rozimisiz axir? Ha? Tabriklarini o'qib eshittirsam rozimisiz? Mayli. Avvalambor chiroyli dil izhoridan oldin sizga chiroyli she'rlar qoldirgan ushbu she'rni o'qib eshittiraman. Muborak ayyomingiz bilan aynan Yaqinimga tabrik kanaliga sizni qutlashimiz uchun iltimos bilan ajoyib tabrik kelib tushgan. Gohi toshdan bo'lar ekan boshi, pinhon oqar ekan yoshi. Ne kunlarni ko'rmadi axir, omon bo'lsin yigitning boshi. Mehnat qilib teri oqadi, halol topib oila boqadi. Pulsiz qolsa kimga yoqadi, omon bo'lsin yigitning boshi. Alloh asra g'iybat tuhmatdan, yolg'onchi yor yomon ulfatdan. Sinmasin hech qaddi kulfatdan, omon bo'lsin yigitning boshi. Ko'cha azal bo'rilar ina, qonga to'lgan pichoqning qini. Unutmasin erkakligini, omon bo'lsin yigitning boshi. Xudo qo'yma omadin olib, yuragiga armonlar solib. Yig'lamasin ilojsiz qolib, omon bo'lsin yigitning boshi. Aynan mana shu chiroyli she'rni sizga yaqin insoningiz Maryamxon opa nomlaridan o'qib eshittirmoqdamiz. Bo'ldi, rahmat. Men o'yladim, kecha aytib telefon bo'ldi deb. Sizga rosa qo'ng'iroq qildim kecha, xijolatdan bo'laman deb kechqurun qilayotganim uchun bizga tabrik kechqurun kelib tushdi o'zi. Opa, qarang, men hozir ishgaman deb qaysi telefon qilaman, maylimi sizga? Mayli, tabrik sizga yo'qdimi axir? Yo'q, rahmat opa, men hozir nachalik sho'xib qoladi. Albatta, unaqada ishlaringizga omad tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat o'zing joni sog' bo'lsin. Sog' bo'lasiz, rahmat ko'p bo'ladi. Mayli, salomat bo'ling. Mayli, rahmat sizga.